2024-yil ishlab chiqarilgan Chang'an V7 avtomobili. Chang'an V7 zavodskiy motorlarda, CNG motorlarda, zavodskiy gazli. Balon holatlari juda ham zo'r holatda, yengil holatda turibdi. Kraskasi top-toza, urilgan, qirilgan, ezilgan joylari yo'q. Jiddiy holatda, salonlari ham juda ham priятный holatda. 32.000 km, 32.900 km yurgan. Salonlarini qaranglar, juda ham priятный holatda. 9'lik konserlargacha bu yerda ham ishlaydi. 2024-yil Chang'an xohlaganlar uchun 9 o'rindiqlik hamma yog'ini bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Gazlarigacha, zashitganlargacha bo'ladi. Chiroyli qilib o'rnatilgan bo'ladi. ABS'largacha bo'ladi. Rullar elektronlik bo'ladi. Olib haydashga tayyor. Maza qilib olib haydaydigan mashina, yurishlari ham zo'r. Haqiqiy original mashina xohlaganlar uchun Chang'an ancha yaxshi mashina. Olib maza qilib haydashingiz uchun 10.900 ga beramiz. Generalniy nomerisi ham bor ekan, bosib boringlar.